uyidan sovchilar kelishadi. To'g'ri-ku-ya, lekin Xorazm sal uzoqda, dadasi. Toshkentda qolsin desak, unashmasmikin? Nima deysiz? Hammayam bolasi yonida bo'lishini xohlaydi. Uzoq bo'lsa ham qizingni baxtini bersin onasi. O'shanda ko'ngling yaqin bo'ladi. Qo'shningga bersang-ku, lekin qizing baxtsiz bo'lsa, unda qo'shningning uyi ham ko'nglingga uzoq bo'ladi. Oyoq tortib bora olmaysan. Ana, katta qizing Gulnozani ko'ryapsan-ku? To'g'ri aytasiz, dadasi.